Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? O'zingizni tanishtirsangiz. Men ismim Shahzod. Shu Farg'onadanman. Tursunali hoji polvonni nabirasiman. Ikkinchi o'g'illarining o'g'liman. Shu tanishtirdik, endi shu nimadan o'zingizga savollarni berib turaverasiz. Ulab o'zingiz bilib. Darvozlik sohasi, o'z umuman darvozlik sohasi siz uchun nimani tushuntiradi, nimani anglatadi, misol uchun nima ma'noni bildiradi siz uchun umuman? Olib qaraganda shu soha. Endi bu dorbozlik, polvonlik sohasi bizga ota-bobo kasb bo'lganligi uchun biz 2 yoshimizdan shu sohadamiz. Endi yoshligimizdan shu sohada katta bo'ldik, shu sohani ichiga kirdik. Vaqti kelganda dorga chiqish harakatini qilib ko'rdik, lekin dor o'ynashga kuchimiz yetmaganligi uchun polvonlikni tanladik. Masalan, men tosh ko'taraman, tosh o'ynayman. Shu 12-11 yoshimdan tosh ko'tarishni boshlaganman. Lekin undan oldin 2 yoshimizdan to 12 yoshimizgacha boshqa o'yinlarni qilib, shu davrada 2 yoshimizdan beri yuramiz. Endi biz uchun bu bir hayotimiz mazmuniga aylanib bo'lgan. Polvonlik, dorbozlik sohasi, bundan boshqa narsada biz o'zimiz tasavvur qila olmaymiz. Evet. Çok güzel yani hocam. Evet. Belli zaten. Kendi de çok güzel. Evet. Şimdi devam edelim. Neydi çocuğun ismi? Nejat. Shahzod. Nejat. Ha, bu adı mı? Nejat. Gülleyi düşürdü ya hani, o da yakınındaydı falan, tamam mı? Ne düşürdün? Gülleyi, O biliyor. ağırlığı düşürdü ya, taş. Düşürdü Tamam. ya hani. Ondan sonra ne hissetti? Şu hani günü misal için hani taşı çırordu şu. O'sha paytda siz hani o'sha jarayonda misal uchun nimani his qildingiz shuni? Ha. Pardon. Bir minut zoom ketib qoldi. Bu soruyu bir daha soralım. Hozir bir minut boshqatdan. Polvon kadrga tushib qolishyapti ekan. Qancha bor aka? Ana terek yechirgan ekan, dir qilmay turdi. Ozgina qoldi. Qancha yarim soat, 1 soat? 15-20 Uzoq dakika. bilan 20 minut. 20 dakika. Turkiyada mehmonlar kelib o'tdi. Bahtalar shular do'stlar. Qozog'istonga zo'r o'qib keluvdik. 20 Kayıttayım. Kayıttayız. Hop, boshqatdan olamiz. Shu joyini. Birisi hata yaptığı zaman ne yapar onu da anlatsın aynı zamanda. Necat hata yaptı ya. Necat'ın hata yapmasına ne hissetti? Daha sonra diğer hatalar olduğunda gösteri esnasında neler yapıyor? Buyur. Mana shu situatsiyada shu olgan paytda nima his qildingiz? Keyin shunga o'xshagan situatsiyalar bo'ladi, misol uchun inson xato qilishi mumkin. Shunaqa vaziyatlarda nima qilasiz misol uchun? Nejat hatasından başlasın abi. Uni o'zman. Endi o'sha vaqtda bo'ldi. Toshni noto'g'ri otib berdim men. Shu noto'g'ri otib berganimni hisobiga uni qo'liga lat edi. U paytda masalan men uchimdan o'tgan narsa, men noto'g'ri otib qo'yganimni his qildim. Chunki uni joni og'ridi. Shu joni og'riganligini hisobida biz o'zimizni ham hayotimizdan o'tgan, bizni o'zimizda bo'lgan narsalarni ham men o'zim o'ylab chiqdim. Masalan, men o'zimda ham bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Kim bilandir tosh bir-birimizga otganimizda menga ham shunaqa noto'g'ri kelib qolib, meni qo'lim ham lat yegan paytlari bo'lgan. Endi unda bo'lganda men undagi og'riqni o'zimda his qilib ko'rdim. Qanaqa og'riq bo'lganini, nima bo'lishini o'zimda o'tgan narsadan bildim. Qanaqa bo'lganini. Endi shu umumiy olib qaraganda misol uchun shunaqa har xil vaziyatlarda misol uchun o'zi xatolar bo'lganda asosan nimalarga e'tibor berasizlar yoki nimalar qilinishi kerak? Bunaqa xatolar ko'p bo'lib turadi. Mashq qilayotgan jarayonimizda xatolar bo'lgan vaqtda biz shu narsani yana qaytadan o'sha vaqtni o'zida qaytarib ko'ramiz. To'g'ri chiqishi uchun. Agar travmasi qo'lidagi olgan uni ozgina vaqt to'xtatamiz, dam oldiramiz. Ana undan keyin yana bir harakat qilib ko'ramiz. O'shandan keyin o'sha joyida vaqtida harakat qilsak, vaqtida chiqqani biz uchun yaxshi. O'sha narsa to'g'ri bajarilgani.
agar undan keyin to'xtab qoladigan bo'lsa уже undan keyin xohish bo'lmay qoladida. Og'riqdan keyin og'riqni ustida xohish bo'lmay qoladi. Agar o'sha vaqtda issig'ida vaqtida bajarib ko'rsak, o'sha vaqtda chiqadi yana qaytadan shu narsalar. Tamam. Uyda Şeyi soralım. Anneyi soralım. Babaanne değil mi? Annen. Babaanne, Senin babaanne. 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 Babaanne bize bir anlatsan nasıl bir insan? sizga buvi bo'ladi. Hmm. Ular haqida ozgina o'zingiz his qilgan narsalar, misol uchun siz uchun ular qanaqa inson, keyin o'zi umuman olib qaraganda sizni hayotingizdagi ularni obrazlari, ya'ni ularni rollari umumiy qilib o'zingiz gapirib bersangiz. Endi buvim to'g'risida gapirsak, bu inson shunaqa insonlarki, biz yoshligimizdan shu aytganimdagi 2 yoshimizdan beri shu sohadamiz. Shu 2 yoshimizdan beri biz davrada bo'lsak, hamisha biz yonimizda bo'lganlar. Biz yoshligimizdan birga tushunmagan narsalarimizni so'rab, o'rganib, gaplashib, maslahat qilib yurganmiz bu inson bilan. Bu inson shunaqa insonlarki, har doim bizga yon bosganlar. Bizni yosh kattalar, bizdan kattalar bizni so'kishsa, bizni tarafimizni olishar edi. Yo'q, so'kma, to'g'ri gapir, to'g'ri tushuntir deb o'zlari to'g'ri tushuntirardilar har doim. Biz bilan hamisha birga bo'lganlar. Bizni kiyimlarimizni yuvganlar, formalarimizni, bizni ovqatlantirganlar vaqtida har doim biz bilan birga yurganlar. Tam destekten okuduğunu da anladım. Babanla ilgili Bo'ladi такое воспоминание, eslaysiz. Такой yaxshi, ya'ni nima desam ekan, sizni qalbingizda qolib ketgan xotiralar bo'ladi. Endi xotiralar deganda Xotiralar o'shani haligacha bitta yoki ikkitasini aytsangiz, xudo maksimum. endi masalan bitta narsa borki, har qanday narsa bo'lsa ham bo'laveradimi? Masalan, biz bir yoshligimizda olovdan yurganmiz. O'sha yurganimizda oyog'imizga ozgina nimasi teggan, lat yegan. O'sha lat yeganda bolaganlari Kayda. Yetti. tamam mı? Hı? Biliyor Özbekçe. bo'ldi. Babaanne ile ilgili Buvim bilan bo'lgan xotira bu voqea bo'lgan. Bu voqea Bir daha anlatabilir mi abi? Tekrar. takror. Baştan. Buvim bilan bo'lgan voqealar bittasi bir ajoyib voqea bo'lgan. Bu voqea yosh paytimizda bo'lgan. Toshkentda tomosha qo'yayotgan vaqtimizda olovdan yurishimiz kerak bo'lgan. Olovdan yurganmiz. Yosh bo'lganmiz, 7-8 yoshli paytimizda. Olovdan yurganimizda oyog'imizda ozgina lat yeyish bo'lgan. Shu lat yegandan keyin biz yig'laganmiz. 3 kishi edik. 3 kishi yig'lab o'tirganimizda yonlariga chaqirib, o'zlari bag'irlariga bosib, oyog'imizga dorilarni qilib, biz uchun qayg'urib, biz uchun biz bilan baravar yig'lab ko'rib, men hayotimda bo'lgan, xotiralarimda bo'lgan narsa shu. Eng zo'ri qolgani shunisi. eyvallah. Rahmet. Darbazlıkta seni en çok ne zorladı? Ya zor dedin. Zor, iyi bir şey sizde zor. Bizde zor, kötü. Böyle Ha, zorladı seni. Ne? Qiynagan. Hı hı. Menda dorbozlik sohasida meni qiynagan narsa yo'q. Chunki men aytganimdek 2 yoshimizdan shu sohadamiz. Har bir narsani qilib ko'rganmiz. Akrobat otib ko'rganmiz, jonglyor o'yinlarini qilganmiz, masqaravozlik bo'lib chiqqanmiz. Men hammasini qilib ko'rganman. Faqat shu dorga chiqishga ozgina yuragim qo'rqqan. Dorga chiqishga qo'rqqanman. Shuning uchun men faqat pastdagi har bir narsani qilib ko'rganman. Masqaravozlik, fokus o'ynashlar, jonglyor o'ynashlar, akrobatika, polvonlik, dorbozlikdan tashqari hammasini qilib ko'rganman. Shu dorbozlik men uchun bir qo'rqinchli narsa bo'lgan. Bu anneanne, babaanne
böyle seni küçükken, sen küçükken, Hı. küçükken eğlendirir miydi? Ha. Var mı öyle bir Aha. an? Onu bir anlatsana, böyle eğlendirirdi beni falan. Hatıra. Ha. Hatıra, şey yapardı, illüzyona yapardı falan. Biz men yoshlik paytimda Qozog'istonga borganmiz, Astana shahriga. O'sha vaqtda kichkina bolaman, 11-12 yoshlik vaqtimda birga ikkalamiz aylanib yurardik. Mendan kichkina jiyanlarim, ular ancha kichkina bo'lganliklari uchun ular gostinitsada qolishgan. Meni o'zimni olib Astana shaharni aylantirgan olib chiqqanlar. Polni piyoda yurib aylanib chiqqanmiz. Magazinlarga kirganmiz, menga kiyim, masalan, yoqtirgan narsalarimni tanlab aytar edim, yoqtirgan narsalarimni olib berardilar. O'sha vaqtda esimda qolgan narsa bir zo'r kino chiqqan edi. Men ko'rgim kelgan shu kinoni, ancha ko'rgim kelib yurgan edi. Shu kinoni diski bor ekan. U paytlarda diskda bo'lar edi. O'sha diskni olib bering deb bir og'iz aytganimda, o'sha diskni narxiga qaramasdan olib berganlar. Chunki juda qimmat narxga olib berganlar o'sha vaqtda, men bilardim. Mana butun umrlik bir hayotimda qolgan shu narsa, o'sha vaqtda o'sha qimmat bo'lishiga qaramasdan o'sha diskni menga olib berganlar. Shuni eslayman juda ko'p. Eyvallah. Sıra geldi dede. Dede. Tursun Ali. Tursun Ha. Ali. Baba. Tursun Ali. Ha. Senin Dede. ata değil mi? Ata. Dede. Dede. Yakına giriyor mu? Akan. Okey. Dede nasıl bir insandı? Dede Dur, Juda- dede nasıl bir insandı? Tamam mı? Hani onu kısaca bahset. Dedeyi özlüyor musun? En çok neyini özlüyorsun dedenin? xullas bu bobomni juda ko'p xotiralar bor bizda bobom bilan bo'lgan. Har qanday vaqtda, har qanday holatda hamisha esimizda turadigan inson bu inson bo'lganlar. Chunki har doim biz birga bo'lganmiz. Yoshligimizdan birga o'sganmiz, yo'llarida katta bo'lganmiz. Bizga har bir narsani ipidan ignasigacha o'rgatib, maslahat berib, vaqti kelsa so'kib, o'rgatgan inson bo'lganlar. Har doim duoda bo'lganlar biz uchun. Biz shu insonni mana o'tib ketganlaridan keyin orqalaridan faqat duo qilamiz. Tiriklik vaqtlarida bizni duo qilardilar. Endi bizni navbatimiz ekan, endi biz orqalaridan duo qilamiz. Bahtiyar Aga hani sunum yapıyor ya. Sunum yaptığında siz dikkat ediyorsunuz değil mi? Hani ona bakıyorsunuz falan. Bahtiyar Aga nasıl bir lider? Oo. Baxtiyor amakim eng kichkina amakim. Chunki Bahtiyar Aga. chunki bizni asosiy qiladigan, o'rganadigan mashqlarimizda bu inson yonimizda turadi. Bizga shu Baxtiyor akam baqirib turadi, so'kib turadi. Shu so'kishlari, baqirishlari, bizga qarab bunaqa qil deyishlari bizga ancha quvvat berib turadi. Eng katta amakim, Ravshan amakim. Shu amakimni bir qarashlarini o'zi yetadi bizga. Bu odam bir qarab qo'ysalar, o'sha qaraganlarini o'zida biz qilolmayotgan narsalarimizni ham bajaramiz. Baxtiyor akam bo'lsa, so'kishlarini eshitib bajaramiz. Shu narsalar. Eyvallah. Senin dede burada olsaydı dedeye ne söylerdin? O'sha yerda bo'lganlarida men duo qilishlarini so'rardim. Haqqimizga har doim duoda bo'lishlarini so'rardim. Shu undan ortiq nimani ham so'rashimiz mumkin. Dedenin en çok neyini özlüyorsun? Har narsalarini eslayman. Bizni vaqtida so'kishlarini, vaqtida duo qilishlarini, erkalatishlarini, ko'p narsasini eslayman.
Kestik. Tamam kestik.